Hurmatlar, Alloh taologa maqtovlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom salovatlar bo'lsin. Biz mana 2018-yil fevral oyida Madina Munawvarada umrada yuribmiz. Bu yerda biz İmam al-Buxoriyning nomiga qo'yilgan eshikning oldida turamiz. İmam al-Buxoriyni bu arablar shunchalik siylab, hurmatlab, shu Madina Munawvaraning eshiklarining birini shu İmam Buxoriyning atiga qo'yibdi. Men shu yerdan o'ta ko'p suymoqlardan suyundim. İmam Buxoriyning darvozasining oldida turamiz deb. Anan Bishkekda hurmatli O'zbekistonning prezidenti Shavkat Miromonovichning videosini ko'rdim. O kishi İmam Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf'ning masjidning ochilishida, muzeyning ochilishida yaxshi so'zlarni so'ylabdi. O'sha kishini xatir baqlashimiz kerak. İmam Buxoriy, İmam Termiziy, İmam Saraxsiy shular bor adabdilik deb bildim. Shuning uchun O'zbekiston xalqiga bir salom yo'llayman. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich. Yana barcha O'zbekiston xalqi, musulmonlar, Alloh taolo hammamizga, do'stligimizga bir yaxshi baraka bersin. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. İmam al-Buxoriyning darvozasining oldida O'zbekiston xalqiga bir salom aytaman. Yana bir she'r aytaman. Vijdonimdan chiqqan she'rni qabul qiling, taklif etaman. Aqidani bayroq bo'lgan O'zbekiston, ishonchi komil Maturidiyning vatani, barcha olam havas qilgan O'zbekiston, astronom, hadis olimi bo'lmish Farg'oniyning vatani, adabiyatning kanzi bo'lgan O'zbekiston, xalq tojisi Navoiyning vatani, hikmatlarning gulzori bo'lgan O'zbekiston, husn axloq Samarqandiyning vatani, ma'rifatning markazi bo'lgan O'zbekiston, husn ovoz qorilarning vatani, O'rta Osiyo, Qozog'iston va O'zbekiston muftiysi bo'lgan Muhammad Sodiqning vatani, fayz barakat dengizi bo'lgan O'zbekiston, barcha xalqning ustozi bo'lmish fuqaholar vatani, bir ko'rishga ko'zlarim zor O'zbekiston, Xorazmiyning vatani, faqir qilsam arziydigan O'zbekiston, fozili odil mehmondo'stlar vatani, tunuq fikr Ulug'bekning vatani, fahmu farosat daryosi bo'lgan O'zbekiston, tunuq fikr Ulug'bekning vatani, buyuk davlat nomi bilan O'zbekiston, mehri shafqatlik podshohlar vatani, qadim tarix nomi bo'lgan O'zbekiston, Buxoroy, Samarqand, Xiva, Termiz vatani, gullolalar hidin sochgan O'zbekiston, husni jamol onaxonlar vatani, ustalari ibrat bo'lgan O'zbekiston, kasb sevgan otaxonlar vatani, Toshkent shahar poytaxti bo'lgan O'zbekiston, zo'r kelajak yoshlarining vatani, minglab asr hayot kechgan O'zbekiston, ohuni shoir donolarning vatani, jahonga ilm va odab sochgan O'zbekiston, quyosh shakl ulamolar vatani, mufaddislar minglab chiqqan O'zbekiston, sohibi hadis Buxoriyning vatani, sharmu hayo ilm sochgan O'zbekiston, yulduz shakl Termiziyning vatani, shariatning bustoni bo'lgan O'zbekiston, Burxoniddin Marg'iloniyning vatani, haqiqatni mahkam tutgan O'zbekiston, xalq nayzasi Temurlangning vatani, zo'r kelajak yoshlarining vatani, Qirg'iziston qo'shni bo'lgan O'zbekiston, har zamonda bir tug'anlar vatani, gulla yashna mustaqillik O'zbekiston, yana bir bor gulla yashna mustaqillik O'zbekiston. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Shavkat Miromonovich, yana O'zbekiston xalqim, mana bizni ulamolarni tushuntirib olamga
tanitgan o'sha ilm hadis, adab, fiqh va shuni biz hurmat qilib O'zbekistonda mana turizm ochildi. Bishkek shahridan biz imomlar bo'lib borib shu ziyorat qilamiz erta yozda, bahorda inshaalloh. Shuning uchun sizlarga shu meni shaxsan o'zim nomimdan sovg'a bo'lsin. Shu she'rimni qabul aylang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.